O'zbekiston maktablarida yozgi ta'til qisqaradimi? Vazirlik izoh berdi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Agarda bizning kanalimizda mehmon bo'lsangiz, bizga obuna bo'lishni hamda videolarimiz ostida bir dona like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. O'zbekiston maktablarida yozgi ta'til 1,5 oy, ya'ni 6 hafta bo'lishi mumkinligi haqida xabarlar tarqaldi. Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi buni rad etdi. Tarqalgan xabarlarda uzoq ta'til davomida bolalar bilimni unutib qo'yishlari mumkinligi sabab ayrim ota-onalar bu taklifni qo'llab-quvvatlagani, boshqalar bu qarorga qarshi ekani aytilgan. Dunyodagi ayrim davlatlarda yozgi ta'til qisqaroq ekani, lekin yil davomida ko'proq bayram kunlari borligi ham qayd etilib o'tilgan. Daryo bu xabarlar qanchalik asosli ekanini aniqlash maqsadida Maktabgacha va maktab ta'lim vazirligi bilan bog'landi. Bu gapni o'ylab topishganmi yoki taklif sifatida aytilganmi aniq bilmayman. Lekin maktablarda yozgi ta'til qisqaradi degan masala vazirlikda ko'tarilgani ham, bu gap bo'lgani ham yo'q deb javob berdi vazirlik axborot rahbari Dilfuza Sobirova. Vazirlar Mahkamasining 2017-yil 15-martdagi qarori bilan tasdiqlangan umumiy o'rta ta'lim to'g'risidagi nizomga ko'ra o'quv yilining davomiyligi 34 hafta, 1-sinf uchun 33 haftani tashkil qiladi. Bahorgi ta'til 2025-yilda juma kuniga to'g'ri keladi. 20-mart payshanba kuni maktablarda 3-chorakning so'nggi kuni bo'ladi. 4-chorak darslari 28-mart juma kunidan boshlanadi deyiladi xabarda. Bu xabarni barcha yaqinlarimizga jo'natib qo'yamiz hamda videomiz ostida bir dona like tugmasini bosishni unutmaymiz.